Xo'pti, boraman. Xo'p, hozir kelsinlar. Voy, ana keldilar kuyovingiz. Xo'p. Dadasi yaxshi keldingizmi? Rahmat, alaykum assalom. Assalomu alaykum, kechirasiz. Tinchlik? Dadam mazalari yo'q ekan. Shunga birovga borib kelsam degandim. Hech qayerga bormaysan. Dadasi, Hech qayerga bormaysan. Hozir singlim bilan yerga kelyapti. Tuzuk ovqat qilib, chiroyli dasturxonga kutib olish kerak. dadasi, dadam mazasi yo'q deyapman. Meni so'rayapti ekanlar. Boraman, qaytaman, xo'p? Yana qaytaring. Iltimos, dadasi, ruxsat bering, borib qaytaman. Bir soatga ham qolmayman. Akam kelyaptilar. O'zlari olib kelib, olib ketadilar. Iltimos, ruxsat berib qoling. Dadangni qon bosimlari oshgan shunchaki. Nega vahima qilasan? O'tadi ketadi. Unaqa iloyim o'tsin, lekin borib kela qolay. Iltimos. Hech kim damlaynidan bo'lmaydi. Bilmasin. Tavba deylik. Iltimos, boraman, qaytaman. Jon dadasi. Hamma ishlarimni qilib bo'lganman. Tez kelaman. Iltimos, jon dadasi. Tayyor. Ovqatingni harakatini qil. Hech qayerga bormaysan. Akam keldilar. Akam meni olib ketmoqchi edilar-da. Shunga kelayotgandilar. Senga uyga kir dedim. Hozir dadasi, uzr, hozir. Tushunmadim. Menga qara. Senga uyga kir dedim. Charos, yaxshimisan? Yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshimilar? Assalomu alaykum. Kuyov, yaxshimisiz? Kir uyga. Dadasi, akam Uyga kir. Mayli, kirib tur. Keling. Kuyov, yaxshimisiz? Xo'p desangiz, charosni olib ketgani keldim. Dadam ozgina mazalari yo'q. Charosni so'rayotgandilar. Tuzalib ketsinlar, shifo bersin. Lekin Charos bugun bora olmaydi. Nega? Chunki men ruxsat bermadim. Otabek, siz tushunmayapsiz. Hozir vaziyat jiddiy. Dadam ancha mazalari yo'q. Har kuni eshikka qarab charosni kutyaptilar. Hozir rizochilik so'rab qolsin deb kelgan joyimidi? Menga qarang. Uyda er gapmi? Yo sizlarning uyda boshqachami? Erkaklar gapirmaydimi? Biz uyda ham erda gapi gap, lekin vaziyat sizga tushuntiryapman-ku. Men singlimni so'rab keldim sizdan, Otabek. Siz uchun Charos bugun bora olmaydi. Yo sizning oilasi buzilib ketishini xohlaysiz. Mayli. Tinchliklar buzilmasin. Lekin sizda ham ona bordir. Omon bo'ling. Ovqatingiz siz. Dada, kechiring. Imkon qilib yoningizga bora olmadim. Hechqisi yo'q qizim, mendan xavotir olma. Men yaxshiman bolam. Akang hamma dorilarni olib kelib berib turibdi. Aniq yaxshimisiz? Kuyovingiz ruxsat bersalar yoningizga boraman.